أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من الراشدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد. Bugünkü dersimiz Tabibul Arab. Araplarning tabiblardan mashhur tabiblarning birisi. Al-Haris ibn Kilda. Tabib yani tabib deymiz. Yani doktor, hozirgi zamonda doktorim. Wafida A'rabiyun ala Kisra Anushirwan. Kisra İran padişahlarının nomi. Xuddi Xaqon, endi Turklarninki Xaqon tuğu. Qaysar degan Rimlikning. Najashi degan Habashlining. Masalan, Anushirwan ash padişahning huzuriga bir Arabi kelib qoldi dedi. Anushirwan degan shuning ismi, lekin buni ma'nosi bor albatta. Ma'nosi bilamsizlar? Adil padişah degan bo'ldi ekan, mangu ruh degan bo'ldi ekan. Vallohu alam da farsi bildiganlar. Lekin adil yoki unda mangu ruh deganda bir narsa. Kisra degan padişahning unvoni. Masalan, Misrning Firavuni qaysi padişah bo'lsa, shuni Firavun. Biz Xaqon debdi. Ma Xanzul Wang deyishimkin. Ha? Fasa'alahu an ismihi wa sana'atihi. Bu kishi kelgan vaqtida, bu Arabi kelgan vaqtida Kisraning huzuriga sen isming nima, hunaring nima deb so'rabdi. Padişah. Fa ajabahu. Bu Arabi padişah javob berib, ana al-Haris ibn Kilda debdi. İsmim Haris ibn Kilda, Araplarning tabibi. Bu mashhur tabiban bu. Faqala Kisra debdi, ma yasna'ul arabu bit-tabib. Araplarning tabibi bilan nima ishi? Arablar tabibni nima qiladi? Ma'su'i aghdiyatihim. Ularning tamoqi shunda nachar tursa, shunda turliq tabibni qanday qiladi Arablar? Rihna tuvan ko'rgan gap. Qala in kana hadha haluhum fahum ajdaru bit-tabib. Arabi debdi, agar Arablarning ahvoli shunday bo'lgan bo'lsa, tamoqi nachar, yemak-ichmakka tuvan bo'lgan bo'lsa, ular tabibning qashg'irib, tabibdan foydalanish, davolanishga eng muhtoj, eng loyiq. Chunki tamoqi nachar bo'lgan og'riqchan bo'ldi. Tabibga bakrak muhtoj bo'ldi. فقال وكيف يعرفون من يسلمون إليه أمرهم مع ما هم عليه من شدة الجهل. Ular shundoq jaholatda, qattiq jaholatda turug'liq, u o'zidan men davolang deb o'zini topshirgan kishining ahvolini qanday biladi? Ma usti doktor ekan, ma doktorlikdan xabar bor deb qanday ayriy oladi bular? Bu bak nadan qaqtursa, Arabni kamsitadi. Ana u ironliklar shunda madaniyat, hazoratlik xalq va arablar bunda yavoyi badaviylik bilan yashaydigan. Kapitlar shu tugimini yashaydigan xalqda bunda kamsitgan. Qala yani Haris ibn Kilda dedi, innalloh azza va jal qassama al-uqula bayna al-ibad. Alloh taala bandalarga aql idrakni taqsim qilgan. Xuddi kama qassama al-arzaq, rizqni taqsim qilib bergandek. Va aqadal qawm nasibahum, har millat o'zining nasibasini oldi. Yani aql idrakdan nasibasini oldi dedi. Fa fihim ma fi ghayrihim min jahilin va alimin. Shunga fihim degani arablarda. Shunga arablardimi boshqa millatlarda bo'lgandek olimlar va jahillar va ajizin va hazmin va g'ayri zalik. Ajizlar va uni kuchli keskin undalar va dedi. Hazm degan unda keskin. Va uningda boshqa turliklarim bor. Faqala ma huwa al-mahmud min sifatihim. Endi padişah so'rabdi, bu arablarning eng madinadigan isl sifatlari qaysi? Qala Haris ibn Kilda debdi, huwa aktharu min an yuhsar. Uning madinadigan yaxshi sifatlari sanoqsiz. Fa inna lahum anfusan sakhiyya. Chunki ularning nihoyat mard ko'ngli bor dedi. Mard, saxiy ko'ngli bor. Va quluban jariyya. Jasoratlik yurki bor, jigari bor degandek, jasoratlik yurki bor. Va uqulan sahiyya. Sahiyya degan sahiya degan bo'lsin. Jariya degan hamza yozmasimi? Bir xil
tafsir qilib bundan o'rgab deyotgan so'z. Yani jari'a degan. Sahiya degani sahiya. Yani o'g'aq, sagak aqli var. Aqli hushyor demakchi. Sahiya o'g'aq deymiz. Sagak. Ve ansaban naqiya. Pak nesibi var. Çünkü bunlar 7, 8, 10, 20 ecdat nesibini yadı bildiğin pak. Nesibini qo'llab saqlaydi. Yani zina degan narsaning yo'q derlikdi. Şuna zina to'g'riliq so'zgan chog'da Rasululloh yani Makkaning qanda ayollar vazni nasihat qilib zina qilmaslik, bo'xton chopmaslik, deb nima qilgan chog'da Abu Sufyanning ayoli Hind hayron qilib avataznul hurra degan. Yani hur ayol, yani qul emas hur. Bunda isl ayolni zina qilamdi deb unda so'gan. Demak, o zina qilish, nasabni bulg'ash degan yo'q derlikdi deydi. Hem bu bütün özünün dadisi, çoğun dadisi, çoğun dadisining çoğun dadisi, çoğun dadisining çoğun dadisining çoğun dadisi hemmini yadı bilibdi. Biz hali Uyg'urlar qancha bilsak, dadimizning dadisini bilishimiz mumkin. 4-chi bobimizda, 3-chi bobimizda balki ters. Lug'atuhum afsahul lug'at. Ularning lug'ati ifodalashda eng ochiq ravon til deydi. Va awsa'uha fi at-tarakibi wal kalimat. So'z qurilmalarida, so'zlarda keng til bu deydi. Bay, mo'lla. Elsinatuhum taliqa. Ularning tillari shunda ravon, yani qo'yitilgan. Va ibaratuhum raqiqa. Ibaralari nozik, chiroyli chiqadigan. Yamruqul kalamu min afwahihim muruqas sihami min awtarihim. So'z ularning ig'zidan xuddi ya o'qi, indamiz yaning tasmisni kirish. Xuddi ya o'qi ay kirishdan vash qilib chiqqandek so'zlama ularning og'zidan ashunda vash chiqadi. Etib avtomatning o'qlatdak ta munda chiqadi demak. Burun ham shu o'qiyapti-ku. A'zaba min al-ma. Bu chiqqan so'zlar suvdinmi shunda shirin. Va al-yana min al-hawa. Havodanmi shunda yengil. Havo yengilganda. Buningdanmi shunda yengil. Yut'imuna at-ta'am. Boshqalarga tamoq yegizdi bular. Va yuwasuna al-aytam. Yetim esirlarning besini silaydi, xabar oladi, yo'qlaydi. Izzuhum la yuram. Ularningki izzati o bikim men buni bo'zgitaman, darsanda qilaman deb bir kim xiyolini keltirolmaydi. Rama degan bunda qasada degan. Qanday ahvollar esa alama yuram deb qo'ydi. Biz o'zimiz o'ylaganda, orzu qilgandek shunda holat yaxshi degandek. Vajaruhum la yudam. Ularning qo'shnilari xorlanib qolmaydi, xo'rlanmaydi. Chunki qo'shni bo'lgan kishi bu arab bo'lgan ekan, qanday birisi bu arabga qo'shni bo'lib qolsa, boshqa bo'zi ketaman desa, tang o'zining jinni qovdigandek, balchaqlarni qovgandek qo'shnisini qovdaydi dedi. Demak, bu shu arabningki alayliklarni, yaxshi qislat fazilatlarni bayon qilib, o'zining millatini hozir qovdaydi arabiy. Fastava Kisra ala kursiyi. Bu gapni anglab Kisra bunda yenroq o'tgan bo'lsa tikrak o'tiribdim. Evet, mag'etning unda jinva gap bo'lgan ekan. Wajara ma'ul hilmi fi wajhi. Yuzda nayta apuchallik, kan qo'saqlik alomatlari ko'rilib ketibdi. Yuzi chiroysal eshilibdi deyli. Wa qala li julasaihi mushiran ila ibn Kilda. Huzurda o'tirgan davlat arboblari, vazir uzra shularga debdi. Ashi Harisni Kildaga ishora qilib turib, inni wajadtuhu rajiha. Men buning aqli bak o'tkirligini ko'rdim. Yani qarasam mening aqli uchun joyida ekan. Va li qawmihi madaha, o'zining millatini maqtaydi ekan. Va bi fadlihim natiqa, o'zining millatining fazilatlarini so'zlab turdi ekan bu. Va lima yuriduhu min lafzihi sadiqa, o'zi keltirgan so'zlarini rastlik bilan keltirdi ekan. Yani yuqori so'zni yolg'oni yo'q. O'zining millatini maqtada, lekin yolg'oni yo'q. Tamam? Bizdan Uyg'urlarga maqsak bu naqsh usul millatida, unda millatida mevishi va makoni deb maqtaymiz. Ba'zi mubalag'a bo'lishi mumkin. Hammadan bu ko'chada naqsh etmaymiz bizning hujjatda. Nima ya? Naqsh usul makoni dedigan bir boshqa millatlarga qaraganda naqsh usul makoni deyishga bir tuvan bo'lishi mumkin. Ma Hindistonda shu kinolar chiqadiga yo'lda manzil chanshib naqsh etmaydigan qahva. Tamam. Misrda aslan
bir naqsh qo'yib qo'ysa, shu kichik yo'lda suv chiqib ketadigan var. Bizning diyarda shu yo'q. Shular turgan naqshul makoni u bu diyorsa qilsalar yolg'onchilik qilib. Ma Arab degan uzumlardan haqiqiy aynan ba fazilat bilan sifatlanadi. Naqshul makoni deyish u bir fazilat emas hamda. Tamam. Bu maqtindigan bir narsa emas hamda. Ve kedel aqilu men ahkamathu tecaribu. Aqil kishi degan bu tajribalar buni danishmand qilib o'tgan kishi mana. Haqiqiy aqil hisoblanadi. Yani madam aqil edimkan, danishmandkan. Ve la yakunu hatiban ma'a kulli hatibin. Hatib degan o'tanjiqdiradi. O'tinchidan do, o'tinchi. O'tinchi degan kashqas qarong'ida shu qulga chiqqan o'tanni ho'l o'tan bo'lamdi. Hammani yig'ishi mumkin. Demak, o'tanchilar bilan birga tanga shu uchraganni qo'lga olib yig'digan bunda odam bo'lmaydi bu. Bunda qurgan shaxlni bunda o'tanni yig'digan, ho'lni qo'yib qo'ydigan bunda tanlaydigan odam bo'ldi. Aqqanni paqtalaydigan bo'ldi. Summa bashsha fi wajhihi qailan. Ondan u Arabinin yüzüge gülümsergen halatda, yani tabassum bilen, şu beşaşezliği uçuk çıray boğan halatda bunda dedi. Lillahi darruke min Arabi. Ne degen yaman Arapsan, Arap'nın yaman ekensen. Çünkü bu Arap'nın milletine hazır padişahın huzurda şu sorunda Arap'ını kötürdü bu, özün milletini. Lillahi darruke min Arabi degen lillahi darruk. Bunda ibareler yani vayhak mesela. La balak takalatka ummuk deganda bunda so'zlan. Buni biron narsa ajablangan chaqda o'g'ildim bag'omasdan nima qurison, itim o'g'loq degandek bunda so'zlar bu. Mesela ma bu biron narsa bak ajablanib, bak yarab ketgan chaqda deydigan so'z. Yomon nima ekansa san deyamdi. Ajablangan chaqda deydigan so'z. Darruka min arabiy. Dargan shu xayr degan bo'ldi. Nasl avlod xayriga mesela mal vaqtaq bu 100 qo'y mesela bir yilda yani 200 olsa bu darr ha nesli avida degan yani barakat yani bu sening barakatdan nima maşallah shun bo'lsin degandek yani sen bak aqlli danishmand arabkansan deb maqtad laqad u'tita ilma haqiqatan ilm ma'rifat ata qilinibsan va khussista fitnatan va fahma yani alayda maxsus bir tushuncha sezgurlik bilan alayda qilinibsan deb va ahsana silatahu bunga yaxshi mukofotni in'omlarni tartiqlarni berdi va qada jami'a havaijihi uning butun ehtiyojini hammani hal qilyapti. Amanda ishni qilib qo'ygan bo'lsalar, uni qilib qo'ygan bo'lsa borda emasmi bo'lsa padishahning o'zi. Lam yujawiz al-Harith ibn Kildata al-haqiqa. Harith ibn Kilda shu o'z millatini maqtagan vaqtida haqiqatdan bak ashur etmadi. Eshib ketmadi, alqib ketmadi. Va lam ya'udda as-sawab. To'g'ridanmi atlab ketmadi. Adda degan o'tib ketdi degan bo'ldi. Mana sirliqlardan adda deydi-ku, o'tgan. Hina wasafa qawmahu al-arab. O'zining millati arablarni sifatlagan vaqtida u haqiqatdan ashur etmadi dedi. Bima wasafahum bihi. Ash sifatlagan sifatlar bilan sifatlagan chaqda. Min jalil sifat. U sifatlar qanday sifatlaydi? Nayt katta fazilatli sifatlaydi. Jalil degan katta. Va hamid as-sajaya isil maqtilgan tabiatlar. Sajaya degan tabiat. Bu arab millatining tabiati munda tabiat millat ma'vodab millatining tabiatini maqtadir. Va karimul xisal isil xislatlar. Va fil haqq anda haqiqatan olib aytsak dedim ayazgucha. Anna lam nara va lam naqra. Biz ko'rib baqmadik, o'qib baqmadik. An ummatin min umamil ard qatibatan. Qatibat degan butun yig'ib akarsak degandek. Qatabaning dozo yig'ildi, qo'rildi degan gap dediku. Qatub, muqattabul jabin degan qo'shimiz turilgan. Shimol qutub degan bu shunda nimasi jakaganni tutashgan jamlanganni qutub deymiz. Qatibatan butun ziminni shunda julab akarsak, zimindagi millatlarning ichida bir millatning qadimiha va haditha. Kon millatlar olsun qadimki, yangi millatlar olsun awfa min al-arab bil va'd. Arablarning bakrak va'disi turadigan bir millatni ko'rib boqmadik, o'qib boqmadik. Yani ma yozuvchi arabimda o'zi millatini maqtatdim. Tibet Kisraning huzurida maqtagan. Yani ma bizning huzurimizda maqtatdi. Awfa min al-arab bil va'd. Arablardek va'disida bak turadigan bir millatni ko'rib boqmadik, anglab boqmadik.
Ve er'a minhum lil ahd. Özden toxtam kilişim ahdi namusni şunga rioya qilgan, buzatmaydigan millatni ko'rib baqmadi, anglab baqmadi. Ve aqra lid-dayfi. Mehmanni anda bak katta kutib oldigan mehman do'st. Manda millatni ko'rib baqmadi. Ve ahmaliz-zimar. Zimar degan sen qo'dishing kerak bo'lgan narsa. Qo'dash kerak bo'lgan narsani pek qo'g'dab, himoya qiladigan unda bir millatni ko'rdi. Adeti Arap'da civar kanalandırış tüzümü attı o. Kanat astırılış. Abu Bakır'ın mesela dağına birisi civar kıldı o. Keyin onun civarına rad qilib, o'ylandim Qur'onni o'qimasang degan chaqda bo'ldi. Shuning civarını rad qilma, Alloh va Rasulning civarı o'tdim degan. Yo'q, endi birisi panolandisa, qo'g'disa, uni topshirib deb odam kelib qolsa, shu o'zining o'g'lidek urush balki shu qo'g'dash yo'lda urush o'lidan. Bunda haqda deydi. Ve arafa bihaqqil jar. Qo'shnining haqqini, hurmatini eng yaxshi biladigan, eng yaxshi taniydigan millat. Ve ab'ada anin nifaq. İkiyüzlülükten, munafiqlikdan eng jiroq millat. Ve aghyara alal ard. O'zining izzat numusi. Ailening izzat numusi deymiz-ku masalan. İzzat numusiga eng qattiq kullaydigan. Mesela ayalını olsun, sınırları, aşılarını olsun, qattiq kullaydigan. Bu'laga mesela bir erkishning yaqin gap qilishidan qattiq bunga qarshi turadigan degan. Shu hozir arab tilida, o'sha misrli qildimi? Arab tilida hozir bor. Bir ailening bir qizi masalan bir yigit bilan yaqishib ketdi. Ish bo'lib qolsa, qanday qiladilar? Yezli qilib qolsa, poytaxt berib, na'dan bo'lsa, necha yil ichida tepib, qizni etitib qaytadi. Qizning onasi mo bosh qizning aksi inilerini ivatidi. Qizni o'ttirib, ondan qaytanlama bo'lmas kelmadi. Bizda uchun bunday yo'q. Erdni qo'daydigan manda qon yo'q bizda. Turkiyada shunda. Turkiyada masalan, Güney Doğu shu nimada, mush Kurdistonda masalan, yoki Turkistonda biroq qizlar qechib Istanbulga kelgan bo'lsa, bir yigit bilan 3-4 yildan izdab shamisha bir yerda necha yildan keyin bir yer tep qasib pon qilib o'tib, endi men o'zimning izzat numusini aqldan, izzatimni qo'g'dirdim deb andin rahat bo'lib ketaman. Bo'lmasa uni bo'ldi qo'yatmaydi. Bo'libdi unda yasunni deb unda qo'yib turdi. Va aghyara alal ardman. Qattiq kullaydigan, izzat numusini eng qo'g'daydigan manda millatni ko'mida o'ynaydi. Va amsaka bis-sharaf. İzzat sharifini unda ching tutadigan. Va asra alan najda. Va yordam qilinglar deb qolsa yugurib boradigan, eng tiz chapadigan. Ma safa zihni. Buning bilan taqa zihnati suzuk, sap, o'tkir. Ya'ni bulg'anmagan, sap tabiatlik demakchi. Va javdatul qariha. Fikri o'tkir degan. Qariha degan fikr, tafakkur. Va naqa'is sarira. Ko'ngli pak, pokizing. Sarira degan aslida ichki nimasini bildiradi. Sir deymiz-ku. İchki dunyosi nayati pak-pokiz bo'lgan. Kanal arabu kadalik. Arablar shu o'z vaqtidagi arablar shunda dedi. Va ma zalu kadalik. Hozirmi shunda. Amaliyotdan rost deganda shu tabiiy bulg'um ketmagan. Masalan, Yevropa ta'sirini ammoga arablarda o'sha degan sifatlar ba'zida. Yuwadduna man yuwadduhum. Ularga do'st bo'lganlarga do'st bo'ladi. Qur'on Karimda bor, yuwadduna man haddalloha va rasulahu. Munofiqlar sifatidami? Ve yusalimuna men yusalimuhum. Ularga tez do'st bo'lib, manda yashaganlar ularni tez holatda do'st bo'lib yashaydi. La yubadiruna bi'udwan. Boshqalarga oldirab dastlab qilib tajovuz qilmaydi. Va la yuqdimuna ala shar. Boshtilam yomonlik qilmaydi. Illa an yu'tada alayhim aw ala ba'dihim mu'tadin athim. Faqatlam ularga ziyankeşlik qilinib qolsa, tajovuz qilinib qolsa, günahkar tajovuzchidan birisi o'sallik qilib qolsa, ondan bular bo'sh turmaydi, bo'sh qo'yatmaydi. Endi dalga yahubbuna muttahidina mutasanidin. Tajovuz uchrab qolgan chaqda, boshqalar tajovuz qilib qolgan taqdirda, shu chaqda ondan hammasi umlikda, birlikda burrada qo'pidi bo'ladi. Habba degan qo'zg'aladi, etilib chiqadi deganda. Mutasanidin bir-biriga yariyolak qo'lashgan holatda. Mu'talifin chiqishgan holatda degan. Birlashgan chiqishgan holatda. Mutaazirin bir-birini yariyolakda bo'lgan,
Şu Musa Aleyhisselam'ın uçtud bihi ezri dep ama. Demek mana shunda yulab turgan, meni kuchli qilish uchun Harunni mana amdan chiqib bergan degan. Yashud ba'dun ba'da. Ular bir-birini unda mazmut qilib, yarulakda birlikda bo'lgan xalqlar. Liyadfa'u an urubatihim kaydal kaidin va udwanal mu'tadin. Ular o'zining o'sha Arablikini, Arab millatini suiqasdlardan va tajovuzchilarning zankashliklaridan qo'g'dash uchun birlashib, umlikda ha-hu deyishib, qo'padigan xalqlar bo'ldi. Masalan, G'avda ko'rganlar hisobida qo'pqin. Bunda. Yaqulu Kisra va qad arafa sana'ata muhaddithihi o'zi paranglashgan ash kishininki hunarini o'qib bo'lgandan keyin Kisra bunda dedi. Ma yasna'ul arabu bit tabib. Man tabib dedi-ku. Arablarning tabib bilan nima ishi bor? Qanday qildi tabibni? Ma su ag'diyatim. Ularning yemak ichmaklari shunda nasib tursa deb so'radi. Fayujibul haris alal fawr. Haris boshqanmay vaqtni qo'yib, nimda idan fahum ajdur bit tabib. Tamog'ini achar bo'lgan bo'lsa, undoq bo'ladi ekan. Ular tabibga eng loyiq muhtoj kishilar bo'lsa. Nimaga parchani mat qilib qo'ydi bu? Ala anna nara anna fi qalil al-ghida'i manjatan min al-amrad. Lekin shundan biz hamda tamoqni azroq yesa, nurg'un kasalliklardan qutulib qoladi deb qaraymiz deb. Jiq tamoq yegandikilar bu al-ma'idatu baytidda. Ashqazon degan kasalning o'sin. Hamma kasal shu ashqazondan kelgan. Ala anna nara anna fi qalil al-ghida'i manjatan min al-amrad. وانظر إلى قول الحارث يرد على كسرى ما رمى به أمته من الجهل. Sen Kisra şu Haris'nin milletini nadallık olan eyiplige vaxtıda, kemsizge vaxtıda Haris ona ninde cevap vergeliki bir qarvaati. Nadallık, cehalet. Evde kol Haris şu çağda ninde fihim ma fi gayrihim min sa'iril umam. Ularda başka hamma milletde ba alaylik illat hammasi chiqdi. Yani senin milletin olar, benim milletim yani okşaş. Sen Medine'lik nima da bundan okup ketme. Sen de mi bunda bilimlik var, nadallar var. Bizimki de mi bilimliklerimiz var, nadallarımız var. Şu kısım kitabına puxta okusanlar Arap dili buldu. Rastiden düşündüğüm olursa. Yani puxta okusanlar. Da hoşamana okup koysanlar çadı yana. Yani iş güzelden ki yani bunda kitabını okumasanlar muhtaç olur. Bir qatım o'qiymiz, qiqilib o'qotimiz bo'ldi. Ash ximay turuvchilar, ash shekilli yaxshi asqatgan. Tafsir, hadis, ka ayam nima gap chiqdi. Fihim ma fi ghayrihim min sayrun. Ulardami boshqa millatlarda bo'lgandek olimlar va jahillar va. Va kana yurida yaqul li Kisra, xuddi u Kisraga bunda da'vat qilgandakin. Inna fi ummatika jahlan kama fil arab. Sening millatingda arablarda bo'lgandek jahil nadallanmi bor. Demakchi hamda, lekin u chiqdi buni. ولكنه آثر في الإقناع أسلوب الحكيم. لكن o karşılarına padişahını kanaatlandırışta demek ki olan sözge kanaatlandırışta hikmetlik usul diyen bir usul var mı balagatta. Bu bedi'nin bir türü. Yani sözün teyze kıldığı narsının bir türü bu. Usulul hakimdir. Usuluk bu. Aş usulunu kullandığı dedim. Bu balagatta okuysa usulul hakimdir. Bu usulul hakim degan nima esa badi'ning bir turi. Ba'zi to'liq gap qildigan, to'liq gap so'raydigan, munasas degan so'rab qolib qildigan bunda odamlarga xuddi kallasi paytaqda boshqa yana yoki ma so'g'an savolim qilmashmidi? Asli ma'ni so'rsam bo'ldi degan tariqada foydaliroq bir shaklda javob berishni usulul hakim deymiz. Lekin qarshi tarafning nimani maqsad qilib savollarni bilib turib, bu tushunmay qilib xato javob berish emas. Tushunib uni boshqacha javob berdi. Yusuf alayhisalom turmadagi chaqirnimda albatta turmadagi yataqdashi men bunda shukur etdim, u bo'lsa uni javob bermay boshda. Men bunda Allohning payg'ambari, bunda bir Allohga ibodat qilamiz, tavhiddan shak dars berib o'tib, endi shunga kelsak, sen bunda saqi bo'lsa, sen bunda o'ltirilsa degandek gapni qilib qo'ydi boshda, lekin shu kitoblarni o'zining da'vatini tashkil qildi. Ama Kur'an-ı Kerim'de bunun misalları bakacak. Yes'alûneke anil ahilla kul hiye mevâkitu linnâsi vel hac. Demek bu ay kichik tug'ilib manda cho'ng'aydi bu qanda chiqdi deb astronomiya bir gapni so'rasa, va foydali qolgan siz qanday foydalanish? Manda bunda javob beraylik. Yana bir hadisda Rasulullohdan masalan qiyomat qachon deb so'rasa,
Şu vaqtini so'g'anligini bildi Rasululloh. Lekin unda javobi ma'da a'dattilaha. Sen o qiyomatga qanday yaxshi amallarni qilding? Yani senin o qachon bo'lishi muhim emas sana. Senin tayyorlik qilishing zarur. Sen ma'lum qo'ydi bo'lgan degan tarafda bu uslubul hakim deymiz. Demak bu harisini kildimi? Yani sening millating ishidimi nadalli bor. Meningkidan bor. Menda javob bermay qo'pol. Boshqalarda bor xislat hammasi bizning arab millatining bor deb javob berdi. Ta'adduban minja. Bu bir tarafdan adabli bo'lish jihatdan, qo'pol gap qilmaslik jihatdan. Padişahın huzurandı. Bunda olsun. Tamam. Ve irfanen bi mevaqil kelami min cihatin ukhra. Yani qanda so'zni qanda joyda ishiltish ma'ni obdan bilganlikdan. Hozir fihim ma fi g'ayrihim deb shuna javob bersa, gal joyi tushadi. Padişah o'zi tushunib qoladi. Wa lam yazal bi Kisra hatta aqra lahu bil fadli. Shunda turdagi gapni anglaverib, Kisra oxiri qanday qildi? Uning fazilatiga qoyilib tanvadi. Fahayyahu onun izzet ikram qilib, onunğa hurmat qildi degan bo'ldi. Haba bo'lsa alohida onunğa yaqinchilik qildi degan bo'ldi. Muhaba bo'ldi. Va qada hawaijahu, uning butun hojatini ravo qildi. Va hakaza yakunu difa'ur rajuli an ummatihi. Kishi mana o'zining millatidan, ummatidan shunday mudofaa qilish kerak. Millatini, ummatini shunday qo'g'dish kerak. وحبه لأبناء جلدته ووطنه özünün vatan oğulları, özünün milleti, yurttaşları, özünün kavmi, bani celde degan özünün kavmi cemaati degan. Kavmi cemaatini mushunda qo'g'dish kerak. U kavmi cemaatiga bo'lgan muhabbati bunda bo'lish kerak, sevgisi. Vallahu a'lamu bis-savab. Subhanakallahumma va bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.